Hozirgi kunda trendga chiqqan xaridorlar soatlab navbat kutayotgan shashlikni uy sharoitida o'zimiz tayyorlab ko'ramiz. Yarim soatda kamgina xarajatda uy sharoitida tayyorlasa ham bo'lar ekan-ku, lekin mazasi ishoning soatlab navbat kutishga arzirkan. Birinchi bo'lib lahmgina mol go'shtini qiyma qilib olamiz. Mol ichki yog'i va piyozni ham mesorovkadan chiqarib olamiz. Bulka nonni o'rtasidan ajratib olamiz va o'rtasidan chiqqan yumshoq joyini blenderda maydalab non talqoni tayyorlab olamiz. Agar uyda bulka non bo'lmasa, xohlagan non turingizdan foydalansangiz bo'ladi yoki tayyor non talqonni ham ishlatsangiz bo'ladi. Tayyor bo'lgan mahsulotlarning ustidan non talqonini solamiz, tuz va ziravorlarni solib juda ham yaxshilab aralashtirib olamiz. Dumba yog'ni turburcha shaklda to'g'rab olamiz. Issiqqina suvga qo'limizni botirib olamizda va qiyma shashlikka shakl berib chiqamiz. Shashlikni ikki xil usulda tayyorlasak bo'ladi. Orasiga dumba yog'i qo'yib yoki dumba yog'siz ham tayyorlasangiz bo'ladi. Biz ham aynan ikki xilini tayyorlab ko'rdik. 210-220 gradusda shashliklarni yarim soat pishirib olamiz. Shashlik tayyor bo'lguncha butun xonadonimni shashlikning hidi tutab ketdi. Endi ko'chalardan har xil qiyma shashliklarni sotib olishni keragi yo'q. Uy sharoitida ham xuddi shunday tayyorlasa bo'ladi. Videoga like bosib, yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Ishtahangiz ochilsa, Robiyangiznikiga mehmonga keling.